Assalomu alaykum, sevgi va nur oilamiz. Bugundan boshlab bizada yangi professionalniy psixogenetika kursi start oladi. Professionalniy psixogenetika kursini birinchi bosqichini sizga taqdim etayotganimdan juda ham xursandman. Tanimaganlarga o'zimni tanishtiraman. Vasila Mirzayeva, ruhiy ismim Aliliana va bu sferasida uzoq vaqtdan beri faoliyatim yuritib kelyapman. Mana asosiy yo'nalishim hozirgi kunda uyg'onishga qaratilgan, ongni eng yuqori qatlamlaridan nur ongiga, sevgi ongiga, jannat ongiga qaratilgan qatlamlaridan ma'lumotlarni, informatsiyalarni olib, o'zimni hayotimni o'zgartirganman va boshqa insonlarni hayotini o'zgartirishga o'zimni hissalarimni qo'shib kelyapman. Hozirgi kunda Kosmos psixologiya va kvant ongi akademiyasini asoschisiman. 30 dan ziyod mualliflik kurslarim bor va professionalniy psixogenetika kursiga men uzoq vaqtdan beri tayyorgarlik ko'rdim, aynan bu kursni berish uchun. Xuddi bu kursimiz ham kvant ongi kurslariga o'xshagan 4 ta bosqichdan iborat bo'ladi. Bu darsimiz, bu professionalniy psixogenetika kursimiz birinchi bosqichi va bu birinchi bosqichi ham judayam transformatsionniy. Sizni hayotingizda har taraflama transformatsiya holatlariga keltirib, hayotingizni o'zgartirishga xizmat qiladigan kurs hisoblanadi. Professionalniy psixogenetika kursi 2 oyga mo'ljallangan kurs hisoblanadi va bizning darslarimiz 12 ta darsdan iborat. Hamma darslarimiz sizga video ko'rinishida beriladi va 12 ta darsdan so'ng sizga maxsus mana shu professionalniy psixogenetika kursi uchun yozilayotgan Dilora Rustamovna, ya'ni Serari tomonidan uni muallifligi asosidagi millioner ayol kursi sizga sovg'a sifatida berilinadi. Professionalniy psixogenetika o'zi avvalo nima degani? Keling, hozir biz siz bilan shu haqida gaplashib olaylik. Umuman olganda psixogenetika bu ajdodlardan o'tib kelayotgan salbiy holatlar, salbiy emotsiyalar, salbiy qo'rquvlar, ularni rivojlantirmaydigan, orqada qoloqlashtiradigan hayot ssenariylarini, hayot yashab o'tgan tajribalarini sizga kelgan onida o'zgartirishingiz, ya'ni uni ijobiy ko'rinishga keltirishingiz. Ya'ni psixogenetika bu butunlay ajdodlardan o'tib kelayotgan, gendan o'tib kelayotgan savollarni o'zgartirish uchun xizmat qiladigan fan hisoblanadi. Va sizga ma'lumki, agar sizni ajdodlaringizda qandaydir kasalliklar bo'lsa yoki bari ajdodlar qoloqlashib qolgan bo'lsa, qarzdorlikka kirib ketgan bo'lsa, kimlardir o'zini o'ldirgan bo'lsa, kasalliklar bilan bu hayotni tark etgan bo'lsa yoki ma'lum bir qo'rquvlar sizni ajdodlaringizda bo'lgan bo'lsa, bu ajdoddan ajdodga nasl surishi natijasida sizning ham hayotingizga kirib kelishi mumkin. Shuning uchun ham bejizga 7 avlodni surishtirish kerak. 7 avlodda qon toza bo'ladigan bo'lsa, insonda keyingi tug'iladigan nasl ham toza bo'ladi deb bekorga shunday iboralardan foydalanishmaydi. Psixogenetika fanini uzoq o'tmishda qirollar, qirolichalar maxsus bilishgan, ular uchun shunday darslar o'tilingan va shu darslar o'tilishi natijasida podshoh oilalarini qandaydir bir xizmatkor ayol bilan turmush qurishi yoki bo'lmasa zodagon oilalar xizmatkor ayollar bilan oila qurish bu nasl buzilishiga olib keladi deb aytilgan. Hozir men aytmoqchimanki, sizni ajdodlaringizdan o'tib kelayotgan har qanday salbiy holatlar, salbiy dasturlar xohlaysizmi, xohlamaysizmi yoki sizga, sizni farzandlaringizga, farzandlaringizni farzandlariga ta'sir qilishi mumkin. Chunki u qon orqali o'tadi, chunki u DNK orqali o'tadi, chunki u
har bitta yashab o'tgan ongidagi emotsiyalar orqali, qo'rquvlar orqali sizni hayotingizda ko'chishi mumkin yoki sizni avlodlaringizda ko'chishi mumkin. Mana shunday holatlarni, mana shunday salbiy dasturlarni butunlay transformatsiya qilib, ajdodlarning hayot yo'lini rahmat aytib, minnatdor bo'lib, siz undan keyingi o'zingizdan boshlanadigan ajdodlar uchun, avlod uchun yangi bo'lgan ijobiy ong dasturlarini yaratishingiz, o'zgartirishingiz bu psixogenetikani ichidagi fan hisoblanadi. Psixogenetikaga men juda ham qiziqaman va kvant ongi kursini bitirgan o'quvchilarimiz ham qaysidir ma'noda psixogenetikalar hisoblanishadi, chunki ular genlar bilan ishlashgan. 4 kurs mobaynida insonlar, aynan shu kursda o'qigan ayollar, qizlar genlarni o'zgartirish bo'yicha, ajdodlardan o'tib keladigan salbiy dasturlarni tugatish bo'yicha, o'zgartirish bo'yicha ishlagan. Transformatsiya so'zini sizga tarjima qilaman, tushuntirib berishga harakat qilaman. Transformatsiya so'zi bu o'zgarish degan ma'noni bildiradi. Sizni hayotingizda ham munosabatlarda, ham sog'liqda, ham rivojda, ham pul taraflama o'zgarishlar mana shu kursda o'z ichiga qamrab oladi va sizni hayotingizda o'zgarishlar, transformatsiyalar bo'ladi. Transformatsiyalar insonning hayotida ma'lum bir dasturlarni buzilishi, tuzilishi natijasida vujudga keladi. Sevgi yo'q bo'lgan holatlarni, judayam qandaydir bir eski onga xizmat qiladigan dasturlarni, ko'rolmaslik, baxillik, aybdorlik his-tuyg'ulari yoki qaysidir insonlarni yomon ko'rish, qashshoqlik dasturlarini biz mana shu kurs mobaynida transformatsiya holatiga keltiramiz. Va hozir ozroqman darsimizni tashkiliy qismi haqida gapirib beraman sizga. Demak, bizni darsimiz 12 ta video darslardan iborat bo'ladi va 12 ta video darslarni har birisini audio ko'rinishidagi darsliklari ham bor bo'ladi. Mana shu 12 ta dars ichida sizga 100 dan ziyod inisiatsiyalar, kodlar, psixologik transformatsionniy terapik seanslar berilinadi. Aynan bularning barchasi sizni ajdodlarga bo'lgan dasturlaringizni o'zgartirish uchun, sizdan boshlanadigan avlodlaringizda butunlay yangi ong dasturlari asosida hayotingizni yashashingiz uchun yordam beradigan terapiya seanslari berilinadi. Va kurs judayam yuqori transformatsionniy bo'ladi. Transformatsiyalarga siz tayyorsiz, transformatsiyalardan siz qo'rqmaysiz. Aynan shuning uchun ham siz mana shu professionalniy psixogenetika kursida borsiz. Professionalniy psixogenetika kursi uchun o'qishga keldingiz va professionalniy psixogenetika kursiga kimni ongi tayyor bo'lgan bo'lsa, kim ham ruhan, ham biologik ma'lum bir transformatsiyalardan o'tgan bo'lsa, ongli, ongsiz ravishda o'tgan bo'lsa ham tayyor insonlar bu kursning ichida bor. Chunki kurs rostdan juda ham transformatsionniy bo'ladi va sizni hayotingizni butunlay o'zgartirishga xizmat qiladi. Darslarimiz haftada 2 marta berib borilinadi sizga va guruh va kanal ochiladi. Kanalda darsni audio, video formatlari, bizning inisiatsiyalarimiz, kodlarimiz, terapiya seanslarimiz joylashtirilsa, guruhda siz o'zingizni savollaringizni berishingiz mumkin, o'zingizni holatingiz bilan bo'lishingiz mumkin, qanday transformatsiyalarni boshdan kechirayotganligingizni guruhda yozib borishingiz mumkin. Guruhda berilgan har bir savollarga shaxsan meni o'zim javob berib boraman va professionalniy psixogenetika 4 ta sferani o'zini ichiga qamrab oladi. Ya'ni biz bu kursda sog'liq, pul, munosabatlar va rivoj ustida ishlaymiz va har bitta munosabatlar darsi uchun ham, pul darsi uchun ham, sog'liq darsi uchun ham va rivoj darsi uchun ham bizda 3 tadan video darslik bo'ladi va video darslikdan tashqari siz uchun kodlar, inisiatsiyalar, sizni transformatsion holatga keltiradigan terapiya seanslari o'tkazilinadi. Darslarning har birisi iloji boricha bu kurs 2 oyga mo'ljallangan. Shuning uchun siz yuqori transformatsiyadan o'tishni xohlasangiz, hayotingizda ma'lum bir o'zgarishlar bo'lishini xohlaydigan bo'lsangiz, bir kunda kamida 3 marta video, audio darsliklar eshitilinishi kerak bo'ladi siz tomoningizdan va har birda berilgan kodlar, inisiatsiyalar, terapiya seanslari ham
siz tomoningizdan bir kunda eng kamida 3 marta, ko'pi bilan 10 marta, 15 martagacha eshitishingiz mumkin bo'ladi. Qancha ko'p siz eshitsangiz, shuncha ko'p siz nurni yig'asiz. Qancha ko'p eshitsangiz, shuncha siz eski ong tarmoqlaridan chiqib borasiz. Ya'ni yuqori ongli inson xarakteristikalariga o'zingizning ajdodlaringiz programmalarini qabul qilgan holatda, tan olgan holatda sekin-sekin o'tib borasiz. Buning uchun biz qul inson ongini tark etishimiz kerak. Yaratuvchi inson ongi darajalariga, xarakteristikalariga, sifatlariga chiqib borishimiz kerak bo'ladi. Sizdan talab qilinadigan faqat darslarni eshitish va transformatsiyalar bo'layotgan paytda menda bo'layotgan har bitta holatlarni sevaman, har bitta jarayonlarni sevaman deb takrorlash bo'ladi. Demak, munosabatlar bo'yicha bizda 3 ta dars bo'ladi, sog'liq bo'yicha 3 ta dars bo'ladi, pul bo'yicha 3 ta dars bo'ladi, rivoj bo'yicha 3 ta dars bo'ladi. Va bu birinchi bosqichida xuddi shunaqa. Ikkinchi bosqichda yana munosabatlar, sog'liq, pul, rivoj bo'yicha 3 tadan dars bo'ladi. Uchinchi bosqichda ham xuddi shunday, to'rtinchi bosqichda ham xuddi shunday darslar bo'ladi. Va har bitta bosqich keyingi bosqichlarga o'tib borgan sari kuchayib boraveradi. Xuddiki kvant ongida o'qigan o'quvchilarimiz bilasiz siz, har bitta darsda o'zida transformatsion holatlar va har bitta kursda o'ziga yarasha kuch, har bitta dars yuqoriroq stansiyalar asosida beriladi sizga. Demak, biza professional psixogenetikani birinchi bosqichida asosan o'zimizni ham ongimizni, ham tanamizni tayyorlash ustida ishlaymiz. Ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi bosqichlari juda ham kuchli bo'lib boraveradi. Siz ularga tayyor bo'lishingiz uchun birinchi bosqichni juda ham yaxshi o'zlashtirib olgan bo'lishingiz sizdan talab etilinadi. Va munosabatlar mavzusi haqida gapiraman men. Munosabatlar mavzusini birinchi darsi Yer sayyorasida munosabatlar savoli bilan qiynalmagan insonlar bo'lmasa kerak. Sizni ajdodlaringiz ham munosabat savollarida qiynalishgan. Siz ham qaysidir insonlar bilan munosabat savollarida qiynalasiz. Munosabatlar savoli bizni eng nozik nuqtamiz hisoblanadi. Munosabat savollari bizga shunchalik darajada bir sayoz berilingan va hattoki bu bilimlar, munosabatlar bilimi maktabda yoki institutlarda yoki qandaydir bir muassasalarda maxsus biz uchun berilinmagan. Ya'ni biz bu munosabatlar bo'yicha qanaqa qilib munosabatlarni to'g'ri qurish mumkin, qanday qilib munosabat savollarimizni butunlay hal qilishimiz mumkinligi haqida to'laqonli bilimga ega emasmiz. Kvant ongi va yuqori nur ongi kurslarida initiatsionniy kodlar kursida o'qigan ishtirokchilar agar oramizda bo'ladigan bo'lsa, ular munosabatlar savolini qaysidir etaplarini yakunlagan. Ya'ni munosabatlar, biz bu hayotda munosabat savollarimiz 100% agar hal bo'ladigan bo'lsa, bizda ham sog'liqda, ham rivojda, ham pulda, hamma taraflama yuqoriga judayam raketa bo'lib uchib ketish holatlari kuzatilinadi. Shuning uchun birinchi o'rinda bizani mana shu professional psixogenetika kursimizni birinchi darsi bu munosabatlar darsiga asoslangan, mo'ljallangan va munosabatlar darsini ikkinchisi, uchinchisi ham siz uchun berilinadi. Hozir men birinchi darsini sizga o'tkazib beryapman. Munosabatlar darsi umuman olganda bizga doim farzandlar bilan bo'layotgan munosabatlarda, turmush o'rtog'i bilan bo'layotgan munosabatlarda, jamiyat bilan bo'layotgan munosabatlarda, ota-ona bilan bo'layotgan munosabatlarda, turmush o'rtog'i bilan bo'layotgan munosabatlarda sayoz holatlar ko'rsatilgan. Ya'ni kim senga nima desa, xo'pdi, sen kam bo'lmaysan, xo'p desen hammasi zo'r bo'ladi deb o'rgatilingan. Va bu bilasizmi, hamma narsaga xo'p deb ketaverishingiz munosabat savollarida bu sizni juda ham qoloqlashib qolishingizga, o'zingizni qalbingizdan tobora uzoqlashib ketishingizga xizmat qiladi. Va siz tobora o'zingizdan uzoqlashgan sari afsuski qul insonga aylanib qolasiz va butun bir dunyo, butun bir borliq, aynan yer sayyorasi, Gaia tizimi,
yer sayyorasi Gaia tizimi deb nomlanadi. Gaia tizimi mana shu munosabat savollari bilan qovurilib qolishimiz uchun, munosabat savollarida qiynalishimiz uchun, munosabatlarni yuqori darajaga, yuqori urovengga chiqara olmasligimiz uchun bizga turli tuman modellarni taklif qilgan. Ya'ni agar sani bolang senga baqiradigan bo'lsa, bolangni urib ovozini o'chirib qo'yishing kerak, yoki bo'lmasa bolang senga xarxasha qiladigan bo'lsa, bolangni xarxasha qilmaydigan qilishing kerak. Bolang erkalanib ketmasligi kerak. Turmush o'rtog'ingni ham har bir og'izdan chiqqan gapini qilmasliging kerak. Kerakli joyda ha deyishing kerak, kerakli joyda yo'q deyishing kerak. Vaholanki butun dunyo sizga qadar, bizga qadar hammaga ha deyish kerakligi haqida, turmush o'rtoqqa ha deyish kerakligi haqida, qaynona qaynotaga ha deyish kerakligi haqida bong urgan bir davrda yo'q deyishing ham kerak degan faktlar bizning hayotimizga berilgan. Bu nimaga xizmat qiladi? Bilasizmi? Tobora insonlarda turmush o'rtoq bilan, ota-ona bilan, farzandlar bilan, kollektiv bilan chiqisha olmaslik uchun, har xil nizoli holatlar sizning hayotingizda bo'lishi uchun, siz mana shu holatlarda, mana shu jarayonlarda qovurilib qolishingiz uchun, o'zingizni qalbingizga qaytib qolmasligingiz uchun bizga mana shunday dasturlar matritsiya nuqtai nazarida, egregorlarda berilgan va hech qayerda afsuski munosabatlarni to'g'ri yo'lga qo'yish bo'yicha qandaydir bir judayam yuqori bo'lgan kitoblar yoki bo'lmasa qandaydir judayam har bitta insonni qalbiga qaytishiga xizmat qiladigan, har bitta insonni rivojiga hissa qo'shadigan, tobora qalbga ulanishga xizmat qiladigan bilimlar yoki qandaydir ko'rsatuvlar afsuski shu kunga qadar berilmagan. Bor shunaqa ko'rsatuvlar, u judayam sayoz, u ko'rsatuvlar yoki u kitoblar, u berilgan informatsiyalar sizni yana ham qalbingizdan qaytib borishingizga, sizni o'zingizni yomon ekanligingizga, sizni o'zingiz yomon ekanligingiz uchun siz o'zingizni jazolashingiz kerakligini, siz bu holatlaringiz uchun, bu vaziyatlaringiz uchun tavba tazarrular qilishingiz kerakligi haqida ko'p ma'lumotlar, ko'p informatsiyalar berilgan. Biz bu hayotda munosabatlar savolini agar hal qiladigan bo'lsak, qolgan savollaringiz 100% o'z-o'zidan hal bo'lib ketaveradi. Sizni tanangizdagi kasalliklar, pulsizlik, rivojlana olmayotganligingizni barchasi munosabatlaringiz bilan bog'liq. Turmush o'rtoqqa, farzandga, yaqinlarga, butun dunyoga, tabiatga, o'zingizga bo'lgan munosabatlaringiz bilan bog'liq hisoblanadi. Har doim siz esingizda tutishingiz kerakki, munosabatlar sizdan boshlanadi. Har doim farzandingiz bilan munosabatda bo'layotgan paytingizda, eringiz bilan, onangiz bilan, otangiz bilan, kollektiv bilan, bilmadim yana kimlar bilan munosabat qilishingizdan qat'iy nazar, munosabatlar mendan boshlanadi deb o'zingizga eslatib qo'yishingiz kerak. Agar munosabatlar mendan boshlanadigan bo'lsa, demakki, men bilan gaplashadigan insonlar, men bilan munosabatga kirishadigan insonlarni menga qo'polligi yoki menga sevgi berishi yoki menga boshqacha nazar bilan qarashi, demak bularni barchasi mendan boshlanar ekanda degan xulosaga kelishni boshlaysiz siz shunda. Mana shu sizni ruhingiz uyg'onishiga, ongingiz nurga xizmat qilishiga, qaysidir ma'noda siz o'sha oddiy insonlardan, qoloqlashib qolgan insonlardan ko'ra yuqoriroq darajalarda tafakkur qilayotganligingizni, bu 1, 2, 3 ong nuqtai nazarida emas, уже siz 4, 5, 6, 7 ong nuqtai nazarida tafakkur qilayotganligingizni bildiradi. Har doim eslating o'zingizga, munosabatlar mendan boshlanadi deb. Munosabatlar savoli bizada judayam qoloqlashib ketgan va har qanaqa kinolarda yoki bo'lmasa har qanaqa dasturlarda doim sizni yoki boshqa insonlarni yomonligi uchun shunday holatlar, shunday vaziyatlar yaratilganligini bizaga sarobiy qilib ko'rsatib berishgan. O'zimiz bilmagan holatlarda biz qaysidir insonlarni ayblashga, qaysidir insonlarni kechira olmaslikka, qaysidir insonlardan umidvor bo'lishga, bog'lanib qolishga sababchi bo'lgan va
bizda qurgan munosabatlarimiz aslida bu biz qurgan munosabatlar emas. Bizga ajdodlarimizdan o'tib kelgan programmalar asosida yashash uchun bizga model berilingan. Ajdodlardan o'tib kelyapti u model, ota-onadan o'tib kelyapti u model, butun bir davlatdan o'tib kelyapti bu model, millatda modeli bor, butun dunyoni modeli bor. Mana shu modellar asosida biz o'zimizda munosabatlar bo'yicha savollarni hal qilish bo'yicha bilim bo'lmaganligi uchun aslida bu bilim bor bizda. Aslida bu bilim bizani oltin hujayralarimizda bor, oltin genimizda bor. Har bitta insonni ichida ruh borki, shu insonda bu bilimlar bazasi, bu bilimlar xotirasi mavjud. Shunchaki bu narsalarni biz unutishga, biz yodimizdan chiqarishga majbur bo'lib qolganmiz. Bizni shunga majbur qilib qo'yishgan. Ya'niki biz yer sayyorasiga tug'ilib kelayotgan paytimizda o'zimiz shu kontraktlarga qo'l qo'yganmiz. Yer sayyorasiga munosabatlar, manda asl munosabatlar, asl farzandlar bilan munosabatlar, asl er bilan munosabat, asl ota-ona bilan bo'lgan munosabat, asl kollektiv bilan bo'lgan munosabat, asl butun dunyoga, borliqqa, tevarak atrofga, tabiatga bo'lgan munosabatlarimni barchasini yodimdan chiqarib borishga tayyorman. Bu fayllar menda o'chirib qo'yilinsin. Hayotimning qaysidir onlarida agar men bu bilimlarga qiziqib, uyg'onish yo'lida harakat qiladigan bo'lsam, u ba'zani munosabatlar savolini aslligini o'zimda uyg'otgan holatda, o'zimda yodga olgan holatda men qadam tashlayman. Men ularni eslab turib, asl munosabatlar bo'yicha ishlayman degan kontraktga har bitta inson qo'l qo'yib kelgan va hayotimizning qaysidir onlarigacha biz insonlarga juda ham qo'pol munosabatda bo'lganmiz. Qaysidir insonlarga sevgi bilan javob bersak, hattoki uni sevgi ham deb bo'lmaydi, bu sevgiga javob beradi deb o'ylaganmiz. Aslida shunchaki sevgini biz shunaqa deb his qilganligimiz uchun qaysidir insonlarga shunchaki g'amxo'rlik qilgan paytimizda buni biz sevgi deb o'ylaganmiz. Aslida bu g'amxo'rlik emas, aslida bu sevgi emas. Shunchaki biz qaysidir insonlarga nisbatan yuragimizni yopib qo'yganmiz, qaysidir holatlarga nisbatan juda ham sovuqlikni yoqib olganmizda, ozginagina iliqlikni kiritgan paytimizda bu munosabatlar judayam samimiy bo'layapti. Munosabatlarimda iliqlikni his qilyapman deb his qilganmiz. U aslida sovuq munosabatlarga ozginagina iliqlikni kirg'izishi bilan barobarda, buni siz o'zingiz bilmagan holatda munosabatlarni iliq formasi, munosabatlarni iliq ko'rinishi deb his qilasiz. Demak, bizda yer sayyorasiga kelayotgan paytimizda biz shu fayllarni yodimizdan chiqarib turib yer sayyorasiga tug'ilib kelganmiz. Ya'ni shu kontraktni bo'ynimizga olgan holatda asl bilimlar bilan men asl munosabatlarga qaytishim mumkin. Qaytmaydigan bo'lsam, hayotimning qaysidir onida, balki mendan keyin ajdodlarim bu savolga qaytishlari mumkin deb biz mana shu kontraktlarga qo'l qo'ygan holatda kelganmiz. Hozir bu yerdagi bor bo'lgan insonlar asl munosabatlarga qaytishga shunaqa darajada tayyorligingiz uchun shu kursda o'tiribsiz. Har biringizni chin qalbimdan yana bir marta tabriklagim kelyapti. Siz oldinga ketayotganligingiz uchun, qancha transformatsiyalardan o'tsangizda, o'zingizda yurishga, oldinga ketishga kuch topa olayotganligingiz uchun, transformatsiyalardan qo'rqmasdan turib, ongingizni uyg'otish uchun harakat qilayotganligingiz uchun, bu aslida Xudoga harakat ekanligi uchun sizlarni har biringizga chuqur ta'zimdaman. Har bir transformatsiyalaringizni, har bir siz his qilgan, yashab o'tgan hayotiy tajribalaringizni bag'rimga bosaman, o'paman. Shu hayotiy tajribalarda o'lib qolmasdan turib oldinga ketayolayotganligingiz uchun, ketganligingiz uchun o'zimni mingdan minglab bor vujudim bilan, bor hujayralarim bilan har bitta dunyolarda har biringizga judayam chuqur ta'zimimni, minnatdorchiligimni izhor etaman shu yo'lda ketayotganligingiz uchun. Va biz mana shu psixogenetika kursida asl munosabatlarga qanchalik darajada bizda ruxsat bor bo'lsa, qanchalik darajada bizda bunga imkoniyat bor bo'lsa, sekin-sekin qaytib kelamiz. Hozir men siz bilan munosabatlarni bu hayotdagi 3 turi haqida
gapirib o'tmoqchiman. Bu haqida oldin ham ko'p gapirgandirman, lekin bu mavzuni chuqurlashtirilgan holatda sizga bermoqchiman. Hayotda yer sayyorasiga kelgan ruhda 3 ta munosabatlar bo'yicha уровень bo'ladi, daraja bo'ladi. Bu daraja karma daraja, ikkinchi daraja bu ongli daraja, uchinchi daraja bu yulduzli daraja yoki bo'lmasa kosmik daraja deb nomlanadi. Yer sayyorasiga biz tug'ilib kelgan paytimizda asosiy munosabatlarimizni karma darajalaridan qiynalamiz. Ota-ona bolasiga baqirishi, bolasini umuman rag'batlantirmasligi, bolasini har bitta qilgan ishidan kamchiliklarni topishi, bolasini qo'llab-quvvatlamashi, otani bolalarini oldida o'z ayolini kaltaklashi, otani farzandlarini kaltaklashi, ichib kelib ko'chaga chiqarib qo'yishi yoki bo'lmasa onasini ayovsiz kaltaklab farzandlarini oldida o'ldirib qo'yishi. Mana shunday dasturlar va tug'ilgan paytingizda siz diddomda tug'ilishingiz yoki bo'lmasa tug'ilgan paytingizda otangiz o'lgan holatda ona bilan tug'ilishingiz, otani ta'lim tarbiyasini olmasdan turib bu hayotda tug'ilishingiz yoki bo'lmasa onangizni fohisha bo'lishi yoki bo'lmasa otangizni juda ham lyubovnitsalarini ko'p bo'lishi, bularni hammasi sizni hayotingizda qiyinchilik bilan boshlangan munosabatlarda karma munosabatlar asosida bu hayotda tug'ilganligingizni bildiradi. Umuman olganda bu hayotga har bitta ruh karma munosabatlarni ongli munosabatlarga o'tkazish uchun keladi. Bizni yer sayyorasiga kelishimizdan asosiy ma'nomiz, asosiy mazmunimiz shundan iboratki, o'zimizni qalbimizga qaytishimiz, o'zimizni qalbimizga qaytgan holatda Xudo bilan ulanishimiz, Xudo bilan ulangan holatda butun yer sayyorasidagi insoniyatga, butun yer sayyorasidagi mavjudotlarga ilohiy xizmat qilish, talablarsiz, shartlarsiz xizmat qilish. Mana shunday munosabatlar siz tug'ilgan paytingizda siz bilan sodir bo'lgan bo'lishi mumkin. Keyin hayotingizni qaysidir onlarida otangiz avariya bo'lib o'lib ketishi yoki onangiz kasallik asosida o'lib ketishi, bu ham karma hayot ekanligini bildiradi. Turmushga chiqdingiz, turmushga chiqqan paytingizda turmush o'rtog'ingiz yana ichuvchi, sizni kaltaklovchi, siz bir-birlaringga umuman sevgi yo'q, bir-birlaringga umuman mehr yo'q, oilada faqat konfliktlar, nizolarni ko'payib ketishi, turmush o'rtog'ingiz boshqa insonni sevib qolishi, siz boshqa insonni sevib qolishingiz, bularni barchasi siz karma munosabatlar asosida yashayotganligingizni bildiradi. Farzand 24 yoshgacha ota-ona va ajdodlar karma munosabatlari asosida bu hayotda yashaydi. Bu degani 24 yoshgacha sizda ozroq otadan, ozroq onadan va ajdodlardan o'tib keladigan programmalar bo'ladi, ajdodlardan o'tib keladigan holatlar, vaziyatlar, qiyinchiliklar bo'ladi va ular asosida siz yashashni boshlaysiz. 24 yoshdan boshlab esa sizda o'zingizni bu hayotdagi karmalaringiz ham yonib ketadi, yoqilib ketadi. Ya'ni bu paytida sizda ham otaniki, ham onaniki, ham ajdodlarniki, unga plus bu hayotdagi o'zingizni karmalaringiz qo'shilib ketadi. Bu hayotdagi o'zingizni karmalaringiz qo'shilib ketgan paytida sizda butunlay qiyin hayot boshlanadi. Ya'ni munosabatlarda ham, sog'liqda ham, pulda ham, rivojda ham qiyinchiliklarni siz his qilishni boshlaysiz. Hayotingizda qiyinchiliklar, munosabatlar bilan qiyinchiliklar shunchalik darajada ko'payib ketayapti. Bular, ey inson, sen to'xta, sen bu hayotda o'zgartirishing mumkin. O'zgartirmaganingda edi, sen bu hayotga kelmasding. Senda yo'l bor, senda variant bor. Xohla karmadagi insonlarni, karmadagi vaziyatlaringni ongli vaziyatlarga, ongli munosabatlarga o'tkaz. Xohla karma munosabat bilan o'lib ket, xohla karma munosabat bilan atrofdagi insonlarni aybla, karma munosabatlar bilan kechira olma, karma munosabatlar bilan umid qil, bog'liq bo'l va hokazolarni sizga taklif qiladi.